So'ladigan yerlar kemalarda. Endi bu mahalla suvlar baland bo'lgan. Mayalarda endi toshlar ustidan o'tib kelgan. Hop, kapitan Jek Faraday kelyapti. Qayerga keladi? Tabiiyki qalaga keladi. Ular shu yerdan uchadi-da, kichkina qayiqlar bilan kelib, bu yerdan tushib, mana shu yerdan bir kirishi bor. Mana bu yerdan bir kirishi bor. Tabii endi oldingi navda endi bular temirli bunaqalar bo'lmagan. Shuning uchun mana burada qalelar qalinligi 3 metr, 2,5 metr qalinligi bo'lgan. Xo'p, qaleda qanaqa qilib qilishgan? Qaranglar. Toshlar bilan qilishgan. Mana. Toshlar bilan tikib, ana shu mahalda sementi shunaqa qilib qilishgan. Naблюдательный qalasi bu yerda polni naблюдать qilib o'tirishgan. 4 tomonda. 4 tomon naблюдение qilib, oldi, orqa, qayerdan kim kelyapti polni nima qilib o'tirishgan askarlar. Chunki atrof polni dengiz. Bu qalelarda ham katta toshlar bilan tikkan. Juda katta toshlar bular hammasi. Mana qaranglar, tagiga ko'k tosh. Bu toshlar yana ham pishib bo'ladi. Bu sariq toshlardan ko'ra, bu sariq toshlarda e'tibor bersanglar, bular jicha yengilroq bo'ladi. Bular chunki dengizdan olib chiqishgan bu toshlarni. Bu toshlar jicha yengil hisoblanadi. Mana bu toshlar og'ir hisoblanadi. Mana bularda toshlarning ichidan bunga kelgan suvlarni chiqarib yuboradigan teshiklar ham qoldirib ketgan. Mana bu bitta qana edi. O'sha dengizni ko'rib turgani bu yerdan kelib chiqqan. Shundan mana qilib tevaga qalaga qarab chiqib ketishadi. Mana shunday mana tevaga qalaga chiqib ketadigan joylar, yo'llar. Endi tevasi. Degan mashina chiqamiz. Xo'p, mana endi bu nima? Katapulta deymizmi biz o'zimizga? Katapulta deyiladi. Manjiq turchasiga. Manjiq deyiladi ekan mana. Bu katapultada ular shu yerdan turib dengizga kelgan kemalarga o't otgani, yo bo'lmasa tosh otgani. Mana şeylardi mana. Askerlar, kamonni otib. Kamonlardan dushman kelyapti deb baqirishib, dushmanlarga mashada kamonlashgan. Yani bu polni mana qilib nimasigacha ketadi. Bu yerga bitta kirishi, bundan bu yoqqa o'tib, bu yerdan qalada ichiga kirib ketishligi hamma nimasi shu yerda. Endi hozir bu yerlarda odamlar endi plyaj qilib ishlatishyapti. Bu yerlar mana shunaqa qilib shu mashada qalalarda oralardan o'tgan ketganlarda ana dushmanlar masalan shu suzib kelsa, mana shu yerdan dushmanlarni kamon bilan, nayza bilan nima qilib o'ldirishgan. Mana shu o'shagan suzib keladigan dushmanlarni nayzadan urib, nayza bilan, ana kamon bilan urib tushiradi. Shunaqa bergan osonlikcha kirolmagan, chunki kirish uchun bu yerga shotlar bilan kelish kerak. Bu dengiz bilan shot bilan kelish imkonsiz. Tirmanib chiqmoqchi bo'lganlarni bu yerdan nayzalar bilan urib tushirgan, yo'qsa ularni ham kamonlar bilan urib tushirgan. Xullas shunaqa. Qaranglar, yana bitta zo'r qiziq yeri shuki, bu qal'aning ichida yana qal'a. Tushuntira oldimmi? Mana shu qal'aning ichida yana qal'a bor. Yana. Bu yerdan deylik o'tdi ham deng, o'tdi desiz, mana shu yerdan yana qal'aning ichida yana qal'a. Bu yerdan urib tushirishadi. Xullas kirish imkonsiz yerlar bo'lgan. Xo'p, bu yerlarda nimaga bu desa, bu yerda o'sha boyagi katapultalardan bo'lgan, katapultalardan shu nimalarga o't, yong'inq, tosh, og'ir narsalar otilgan. Shu eskida qadimda shu yerda urushib yurgan, bu yerda endi qancha qon to'kilgan, qanchalar qon to'kilgan bo'lsa,
Shu yerlarda yana yillar o'tib mana bizlarga kunlarimizgacha kelib mashinalar mana bosyapti hozir. Mana shu katapultalar mana. Mana shu mahallada qolingan katapultalar. Mana ular biraz oldin aytganimdek bu yerlar nima ekan bilmadim ama nariyada hozir kemalarni remont qiladigan yerlari bor. Biz haligi ustaxona deb qo'yamiz-ku. Garaj. Hozir shu yerga olib boraman. Mana teshiklar bo'lgan. Mana shu teshiklarni ko'rib haligi mashinalar nayzalar bilan kamonlar bilan uradigan qilishib. Pushkalar keyingi уже zamonlar уже pushkalarda ham mana bo'lgan. Shu ana shu qal'ada chekasi bilan ketaverasiz. Hop, endi bu qal'a yuqoriga ketar ekan, biz shu kema to'riladigan yer uchun mana shu nimadan chiqishimiz kerak ekan. Tashqariga. Mana yerdan chiqamiz. Bu yerdan chiqamiz. Mana. Keldik. Hop. Mana bu yerdan keldik. Mashinalar ham keladigan yer ashada, yerga kelib, mashina qilsa kelasizlar. Mana shu boya qal'a. Bu qal'ada Qizil qal'a deb ismi bor. Hop. Yerga mana nima deydi buni? Ko'shbash deb qo'yadi turshasiga. Eshikni buzib kiradigan darvoza. Ko'shbash. Bunda kapıya kirar. Mana bu kirgandan keyin bu yerda o'sha karabillar nima qilib keladigan yer. Mana. Bu yerdan kelib, ko'ryapsizmi? Yergacha kelib to'ladigan yerlar bo'lgan. Bu yerlar naблюдательный yerlar bir balalar bo'lgan. Yerdan bir muzey. Nuka. To'ladigan yerlar, kemalardan. Endi bu mahalla suvlar baland bo'lgan. Mayalarda endi toshlar ustidan o'tib kelgan. Arabcha o'qiydigan, biladiganlar o'qib oladi, xudo xolasa. Hop, bu shu oldin aytgan Qizil qal'a. Buni bizi otalarimiz bosib olgan Osmonli, Selchukli mahallarida. Bu qal'a davomi teva toqqacha chiqib ketadi. Bu qal'a shunaqa qal'a. Turistlar aslında bu yerga keladiganlar